Ko'pchilik muammosi hozir jag'i kichkina bolalar. Hamma brekit taqyapti. Nima uchun? Tish qatorlariga tishlar sig'mayapti. Sababi o'sha yoshligida faqat yumshoq ovqatlar yeb, jag' rivojlanmagan, kuch sezmagan jag'. Yoshligida qattiqroq narsalar yesa, bu mexanistik toza bo'ladi, emallanadi. Yaxshilikni ustini teksturasini. Mana jag' uchun bu foyda, kuch. Kengayadi jag'. Jag'lar kengaygan nimaga foyda? Keyingi doimiy tishlar to'g'ri, rovna qator bo'yicha o'sha sekin-sekin berish kerak. Endi bittada katta qusok berilmaydi. Nisbatan kichikroq bo'laklarni berib, qattiqroq bo'laklarni berib, o'zini jag'ida chaynatishni o'rgatish kerak bo'ladi. Mustahkam qiladi tishlarni. Chunki tishlar periodont boylamlari bilan turadi, suyakda. Qancha qattiqlik bosim sezsa, u periodont orqali suyakligiga tarqatadi. Suyaklikda pitani yaxshi bo'lgandan keyin u kengayadi jag'. Bolalar tishlar hammasi qalashib yotibdi. Jag'da joy torligi hisobiga doimiy tishlar qalashib ketadi. Keyin brekit qo'yadi, boshqa qo'yadi. Yaxshi qaramaydi. Brekit qo'ygandan keyin toza yuvilmaydi. Toza yuvmaganingizdan keyin yana karies ko'payib ketadi. Brekit yechganingizdan keyin polni karies bosib ketadi. Brekit qilib to'g'rilaganingizdan keyin nima qilasiz? Keyin vinir qo'ydirasiz.